YouTube'ga video joylaysiz, ular prosmotr oladi, lekin o'sib ketmaydi yoki boshida ko'riladi, keyin to'xtab qoladi. Buni asosiy sababchilardan biri watch time, ya'ni ko'rishlar foizining pastligi. Hozir men sizga 3 ta usul beraman, mana shulardan foydalaning, kamida bittasidan albatta o'sish bo'ladi. Oldindan aytib o'tsam, bu video Amerikan YouTube'da bolalar yo'nalishida kontent qiluvchilar uchun. Birinchi usul visual hook. Ya'ni bolalar yo'nalishida visual hook qanday bo'ladi? Shunday bo'lishi kerakki, videoyingiz bola 3 yoki 5-sekundgacha wow degan narsa miyasiga borishi kerak. Signal bo'lishi kerak bolaga. U qanday qilinadi? Misol uchun video shunday boshlandi, reski odamni qiziqtiradi. Video boshlanganda bitta boom qilgan narsa yoki o'ziga yarasha o'shanaqa green screenlar bor. O'sha narsa ishlatiladi. Sillig'i, lekin anaqa portlagan unaqa shart emas. Silliq. Shunaqa ishlatiladi va o'ziga yarasha ovoz ishlatilishi kerak. Asosiy narsa bularga mana shu vizual hookga ranglar, ovoz va harakatlar kiradi. Video boshida vizual hookda harakatlar tezroq bo'lishi kerak. Haddan ziyod emas, sekin emas, tezroq bo'lishi kerak. Ya'ni qanaqa? Misol uchun tasavvur qiling, Roblox yo'nalishida shu video tugagandan keyin bitta YouTube'ga kirib qidiruvga yozing. Roblox 99, ya'ni 99 days first deb yozing. Yozing, chiqadi shunaqa videolar. Video reski boshlanib, shunday Roblox o'ynalib ketmaydi. Robloxni biladiganlar bo'lsa, 99 days juda ham yaxshi biladi. Demak, 99 kun yashab, o'sha uy qurilib, hammasi tayyor bo'lgandan keyingi holatni video boshida chiqaradi. Attan-battan videoga olib, o'sha chiqaradi, eng qiziq joylarini, tayyorlanayotgan holatini ham emas. O'sha tayyor bo'lgan holatini va gapiradi. Juda ham tez gapiradi. Juda. Agar siz gapirishingiz shart emas, misol uchun aytmoqchiman, tayyor bo'lgan holatini chiqaradi. Bu visual hook. O'sha qanaqa gapirmay turib ham o'sha tayyor bo'lgan holat chiqarsangiz bola qiziqadi albatta. Misol uchun tasavvur qiling, sizni o'sha tayyor bo'lgan mudofaangizda, uyingizda, ba'zingizda o'sha bolada yo'q narsa bor. Tasavvur qiling. Bu albatta u bola ko'radi. U bola unga kerak joyni qanday qilganingizga qiziqadi va u joy aynan videoni qayerligini bilmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'radi va u joyni topadi. Albatta siz unga foydasi tekkandan keyin mana shu bitta narsani deb albatta obuna bo'ladi. Demak, bu hozir gap obuna haqida ketmayapti. Visual hook. Videoning asosiy qismi ming zo'r bo'lmasin, videoni o'sha boshi 5 sekund, 3 sekund zo'r bo'lmasa, odam ushlay olmasa, bolani foydasi yo'q. Video ko'rilmaydi. Videoning boshi zo'r bo'lishi kerak. Ikkinchi usul takrorlash. To'g'risi bundan kattalar albatta zerikadi, lekin bolalarga bu juda ham qiziq. Bolalar ushab qoladi. Ya'ni takrorlash. Bu video davomi boshlanish emas, video davomida takrorlash. Ya'ni nima, qanday? Misol uchun, bunga misol qilish mumkin savolli yo'nalishlar. Ya'ni savol bo'ladi, rasmni o'zida savol va vaqt beriladi. Vaqt tugaganidan keyin javob beriladi. Bolani albatta qiziqtiradi. Tasavvur qiling, bir nechta savol berildi, bitta savol berildi va u savol bo'lgandan keyin, demak, keyin vaqt beriladi 10 sekundlik. Vaqtni ham o'ziga yarasha o'sha vizualni ko'rinishi bo'ladi, va o'sha ovozi bo'ladi, sound effect. Bu tugagandan keyin javob chiqariladi. Bola agar to'g'ri javob bersa, keyingisini ham topaman deb videoni davom ettiradi. Agar xato qilsa, keyingisini aniq to'g'ri topaman deb yana davom ettiradi. U foydasi yo'q. Bola yoqtiradimi, farqi yo'q. Davom ettiraveradi. Bolada doim yana bir bor degan narsa miyasida bo'ladi. Bunaqa videoni ko'rayotganda. Demak, bunaqa holatda tasavvur qiling. O'sha bitta birinchi savolni 2-3 ta savoldan keyin yana qaytarish. Bir xil qilmas, sal o'zgartirish. Lekin o'sha savol. Bola topadi. Agar boshida xato qilgan bo'lsa, topadi.
Bundan keyin albatta topgandan keyin siz kirib boshqa videolaringizni ham ko'rish mumkin. Bu bitta video o'zingizni hozirgi videongizga emas, keyingi videolaringizga ham ta'siri bor albatta. Demak, takrorlash. Men bitta misol keltirdim. Juda ham ko'p misollar bor. Ularni o'zingiz tasavvur qilib olishingiz mumkin. Boshqa, misol uchun, wrong as yo'nalishida hozircha zo'r emas, wrong as, lekin o'sha o'zining paytida juda ham zo'r bo'lgan. Demak, bu yo'nalishda aylanadi. Aylanib kelib tushadi. Yo'q, bu bas. Ikkinchisi, bu ham savol yo'nalishida tushadi, keyingisiga tushadi, keyingisi to'g'ri chiqadi. Xuddi shunday. Bola kutadi. O'sha kelib tushishini biladi, u oson topish, lekin o'sha to'g'riligini tasdiqlash uchun ham o'zi uchun videoni ko'radi. U takrorlash bitta qani desiz, o'sha aylanib tushyapti, hammasi aylanyapti. Bir xil narsa bo'lyapti. Hammasi tushyapti, shu bir xil narsa. Lekin bolalar yo'q. Endi bir xil deganda ham bir xil narsa emas, lekin harakat bir xil. Demak, misol uchun agar siz bir martalik narsani 3 marta qaytarsiz, bu albatta retentionga juda ham katta foyda ko'rsatadi. Uchinchi usul, bu juda ham katta usul, juda ham zo'r usul. Ikkinchi usulda uni qatnashtirdim, lekin o'sha zo'r usul bu. Demak, bu bolani videoga qo'shish. Ya'ni bolani qanday qilib videoga qo'shishimiz mumkin desiz, demak, okey. Savol berasiz, kuttirasiz va javobni, natijani chiqarasiz. Buni bir yo'nalish sifatida olishimiz mumkin, video sifatida olishimiz mumkin. Savol, qanaqa savol bo'lishidan qat'iy nazar. Demak, oddiy rang bo'yicha, rasm bo'yicha boshqa farqi yo'q. Bitta savol chiqadi. Undan keyin kuttiriladi, ya'ni 10 sekund kuttirib bas, vaqt beriladi. Undan keyin javob chiqadi. deb u yog'ini tushuntirib berdim. Buni bir yo'nalish sifatida ham olsangiz bo'ladi. Buni plus tomonlardan biri ikkinchi usulni 100% qatnashtirasiz. 100% ikkinchi usulda o'zi mana shu uchinchi usulni ichida bo'ladi. Birinchi usulni boshida sal qatnashtirsangiz bo'ldi. Bu o'zingizni o'sha o'ylashingizga, fikrlashingizga bog'liq. Demak, rangli boshlanish, ya'ni visual hook, takrorlash va ovozlar, sound effektlar hammasi o'z joyida ishlatilsa, oshib ketmasa ham, kam ham bo'lmasa, albatta bu videolaringiz o'smay qolmaydi bunaqa holatda videolaringiz. Albatta videolaringiz o'sadi. Bu 3 ta usuldan kamida bittasini ishlatib ko'ring. Agar uchalasini ham ishlatalsangiz juda ham zo'r bo'lardi. Demak, agar siz hech qanaqa yo'nalish topolmayotgan bo'lsangiz, sizga bu yo'nalishda tavsiya qilaman. Aynan mana shunaqa savol yo'nalishi. Savol yo'nalishi deganda aynan tekstli savollar chiqadigan emas. Tasavvur qiling, wrong ASN bu savol yo'nalishi. Boshqa shunaqa o'ylasangiz chiqadi albatta. Hozirgi zamonda siz yangi narsa chiqarishingiz shart emas. Bor narsaga yangi narsa qo'shishingiz kerak. Shunda siz boshqacha bo'lib, sizda boshqacha bo'ladi. Albatta. Agar siz bolalar yo'nalishida kontent qilayotgan bo'lsangiz, Amerikan YouTube orqali pul ishlash, daromad qilishni xohlayotgan bo'lsangiz yoki daromad qilsangiz ham daromadingiz pastroq bo'lsa, biz Telegram kanalimizda bularni to'liq o'rgatib boramiz. Telegram kanalimiz linkini opisiyaga yozib qo'yaman. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa bundan foydali videolar hali juda ham ko'p chiqadi. Xayr, salomat bo'ling.